Pullarni kartada saqlash endi juda xavfli bo'ladi. Sababi so'nggi kunlarda Homins ilovasidan foydalanuvchi ko'plab fuqarolarning pullari yechib olingan. Summa esa har xil. Ba'zi mijozlardan 20 million so'mgacha pul yechib olingani ham aytilmoqda. Shu sababli hozirda Markaziy bank paylov servisini yurituvchi Octogramdan Homins orqali amalga oshirilayotgan barcha P2P o'tkazmalarni darhol to'xtatish so'ralmoqda. Bunga javoban esa 2025-yil 9-dekabr kuni Homins mobil ilovasi orqali Octogram aksiyadorlik jamiyati tomonidan olib borilayotgan barcha to'lov xizmatlari vaqtincha to'xtatilgan. Fuqarolarga esa Uzkart va Humo kartalari orqali amalga oshiriladigan to'lov va o'tkazmalar odatiy tartibda ishlashini, kartalardan boshqa bank va to'lov tashkilotlari ilovalaridan bemalol o'tkazmalar qilishi mumkinligi ma'lum qilingan. Ayni paytda esa pul yechish holati bo'yicha tezkor tekshiruv ishlari boshlangan. Barcha shubhali tranzaksiyalar, texnik jarayonlar va platformalar o'rtasidagi amaliy hamkorlik to'liq o'rganilayotganini va tekshiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha rasmiy axborot keyinroq taqdim etilishi ma'lum qilingan. Ya'ni bu ma'lumotni Markaziy bank bergan. Ammo bu bayonot ko'pchilikni qoniqtirmadi. Fuqarolarda savollar ko'p, aniq javob esa yo'q. Ba'zilar nega aynan katta summali kartalarda bu sodir bo'lyapti desa, yana boshqalar biz hech qanday kod yoki ilova ochmadik. Telefonda ham kimlar bilandir gaplashmadik, ammo pullarimiz yo'qolgan. Barcha ma'lumotlarni bank xodimlari bilardi. Endi banklarga ham ishonch qolmadimi degan ba'zi savollar bergan. Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, bu birinchi marta sodir bo'layotgan holat emas ekan. 2024-yil oktyabr oylarida Kunuzga kelgan ko'plab shikoyatlarda fuqarolarning Homins Visa kartalari hech qanday sabab va tushuntirishlarsiz muzlatilgani aytilgan. Boshqa mijozlarda esa 10 million atrofidagi summalar kartaga tushishi bilan hech qanday soniya o'tmay ketma-ket kelgan SMSlar ortidan pullar yo'qolgan. Kompaniyaning kol markaziga bog'langanda pul yechib olingani ko'rsatilgan, ammo buni ular qilmagan va SMS kelsa firibgarlarga ma'lum qilmaslik kerakligini fuqaroga tushuntirgan. Holat bo'yicha ichki ishlar bo'limiga murojaat qilinganda esa hech qanday vaziyat o'zgarmagan. Aslida bu va bunga o'xshash vaziyatlarda mas'ullar tezkor bayonot bilan chiqish kerak va ishida davom etib xatoni topish kerak. Bizda esa holat toki esdan chiqquncha kutiladi va esdan chiqqach butkul unutiladi. Jabrni esa peshona teri bilan yig'ib tergan insonlar tortadi va o'zidan o'tganini o'zi bilib yuraveradi.